Assalomu alaykum barchangizga xayrli kun qadrli obunachilarimiz. Ayni damda Oltin Marokand restorandamiz. Bu yerga tabriklab, xursand qilish uchun Shirin opajonimizni tavallud ayyomlari 60 yoshlari bilan u kishining barcha jigarlari, opa-singillari nomlaridan tabriklab xursand qilamiz albatta. Siz izlar bilan birgalikda. Qani keting. Assalomu alaykum aziz Samarqandimizning faxrli insonlari, muhtarama xonimlar, onajonlar, opa-singillar, barchangizga a'lo kayfiyatli, yoqimli ishtahalarni tilagan holda ayni damda biz Palma kompaniyasining vakillari ushbu foizli restoranga qadam ranjida qilishimizning asl sababi bugun o'zlarining tavallud ayyomlarini, shukronalik kunlarini oila davrasida yaqinlar qo'shilib nishonlayotgan Shirin opajonimiz keraklar. O'zlari shu yerdalarmi? Marhamat, ularni bir necha daqiqalarga davramiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat, kelin boshlaring. Shirin opajon, tavallud ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizni tabriklash uchun mana shunday ulug' ahamiyatingiz bilan, yoshingizga yosh boshlagan kuningiz bilan sindish uchun tashrif buyurding. To'g'risi, kimni nomidan edik? O'ylab ko'ringchi, kim mana shunday sizni eng yaxshi kuningizda, eng baxtiyor kuningizda xursand qilmoqchi? Yana kim bo'lishi mumkin? Sizlarning qardoshingiz, jigaringiz kimlar? Bu hayotda yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham doimo yonimizda turgan
salomat bo'lishi uchun rahmat.